Polshada taksist bolalarni bir kunini bugun sizlarga obzor qilib beraman akalar. Bugun ertalab 8:30da uyg'ondik. 5:30da uyg'onishga iloji bo'lmadi. Sababi budilnik qo'ymagan ekanman. Ayniga qarab zalga chiqayotganim o'zimga o'zim isbot qilib, rezultatni ko'rib sekin nonushtani boshlab oldim. Har doimgidek grechka, file, sariyog', tuxumni olib sekin tiqishda boshladim. Men uxlab qolganim sababli shoshmadim, sekin chiqib ketdim. Sababi 1-2 soat vaqtim yana bonus yopishga qolib ketyapti. Bonus haqida akalar 30 ta zakaz qilasiz va topgan daromadingizdan 22% qo'shib beradi Bolt applikatsiyada. Xullas men faqat Boltda ishlayman. Uber'im ham bor, lekin kvartirada bitta akamiz ham Uber'dan Boltga o'tib ishlaymanlar va yana qaytib Uber'ga o'tib. Agar siz ham taksist bo'ladigan bo'lsangiz, qaysi applikatsiyada va qaysi shaharda necha pul topasiz, kommentariyga yozib keting. Menga juda qiziq. Har doimgidek bizda bir xil kun, sirazu birinchi zakazda yopamiz, narichi zakaz tushdi. Xullas ikkinchi zakazda ham yopdik. Keyin ko'pchilik so'rabdi, nimaga eski mashinalarda taksi qilasizlar? Hozir minib yurgan mashinam 2010-yil Toyota Prius 30 talik, lever rul. Xullas, aytsaninglar 2026-yil Gentra'dan 10 so'liga ortiq yurishi, funksiyalari, narxi ham 3 barobar, 4 barobar arzon. Xullas, shunday qilib kechiktirib oldik. Bu yil 2006-yil mashinalar chiqib ketadi, keyingi yildan 2007-yil mashinalar qoladi. Biz kechgacha yana 30 ta zakaz o'rdik va ishlagan pulimiz 883 zlot bo'ldi. Sizlar aytish mumkin, 30 ta zakazda qanaqa qilib o'rdik? Varsava unaqa katta shahar emas, Moskvaga o'xshab, faqat karatij zakazlar tushadi. O'shaning uchun 30 ta zakaz qilish vobshe muammosi yo'q. Ular shunday qilib ishni tugatdik. Bugun ishlagan vaqtimiz 11,5 soat, 11 soat 23 daqiqa ishladik, setda bo'ldik. Bundan keyingi videolarda haftani ish bilan yopganimni sizlarga ko'rsataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, gaplashamiz.